qancha turishingiz bu sizni okrujeniyangizga bog'liq. Kuningizni yaxshi o'tkazishingiz mumkin yoki yomon o'tkazishingiz mumkin. Qaysi bir knopkani bosadigan bo'lsangiz, o'sha kayfiyat bilan siz kun davomida yurasiz. Maqsad nima deydigan bo'lsak, maqsad bu sizga kuch beradigan energiya. Qalbiga quloq solishni unutib qo'yadi. Hayot har doim o'sishdan iborat emas. U ish orasida umr o'tib ketadi. Chunki ba'zi birlar o'zini hayotini yashamayapti-da. Aqlimiz bizani har doim qo'rquvlarda ushlab turadi. 2 oyga qarzi $40,000 kamaydi. Hayot unaqa qiyin narsa emas. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Maqsud akam yana o'sha har doimgidek Yorvoration savollardan tayyorlab kelganlar. Qadr ortida Maqsud aka. Boshlang Maqsud aka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 100% loyihasi uchun Dubaydaman yangi kontent olishni qarorini qildik. Buning uchun men o'zim uchun yozib chiqqan mavzularim bor va bu mavzular haqida bugun gaplashib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, qachondan beri bizani %100 loyihamiz chiqmagandi. Endi men bugun o'zimga o'zim operatorman, o'zimga o'zim rejissyorman, o'zimga o'zim ovoz ustasiman va chiroq ustasiman. Xo'p, birinchi mavzu: человек является продуктом его окружения. Bu nima degani? Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degani, qadrli do'stlar. Sizni haqiqatdan ham qancha turishingiz bu sizni okrujeniyangizga bog'liq. Bu sizni o'sha qamrab turgan insonlarga bog'liq. Chunki biz har doim yuradigan, munosabat qiladigan, gaplashadigan, suhbatlashadigan va ko'p vaqtimizni o'tkazadigan insonlarimiz bu bizani urab turgan energiya hisoblanadi. Bu energiyani qanday boshqarish bu bizani tanlovimiz. Bu tanlov hammaning o'zining ixtiyorida bor. Ba'zi bir insonlar kimlar uchundir, qandaydir manfaat uchun, moddiy manfaat uchun yo bo'lmasam ma'naviy manfaat uchun yonida yaqinlashib yuradi. Ba'zi bir insonlar faqat gap so'z uchun yaqinlashib yuradi. Gap so'z uchun degani bu ba'zi bir munosabatlar bor. U munosabatlarni na uzib keta oladi, na u munosabatlarda qola oladi. Masalan, balkim sizni ham atrofingizda shunaqa insonlar bordir. Sizni oldingizga kelib, bo'lar bo'lmas gaplarni gapirib, deylik qandaydir yangiliklar yoki g'iybat yoki deylik siyosiy ishlar haqida gapirib sizni o'sha ensangizni qotirishi mumkin va siz u insondan uzoqlasha olmaysiz. Uzoqlasha olmaganligingiz sababli bu munosabatdan uni ko'nglini ranjitishni xohlamayman degan ma'noda siz u insonni oldingizda saqlab yurishingiz mumkin bo'ladi. O'shanaqa insonlar qancha sizni oldingizda bo'ladigan bo'lsa, sizni ruhiyatingizga ta'sir qilib, sizni emotsional holatingizni tushiradi. Emotsional holatda necha xil bo'ladi deyilsa, emotsional holat 2 ga bo'linadi. Emotsional holat выше нормы, есть ниже нормы. Niже normada inson har doim stress, depressiyada yuradigan bo'lsa, выше normada inson har doim xursandchilik, счастье, вдохновениеda yuradi. Qaysi birida yurish ham bu insonning o'zini tanloviga bog'liq. Masalan, siz ertalab uyg'ondingiz, nimadir sizga yoqmadi, deylik, kech uyg'ondingiz. Bu asosiy bo'ladigan muammolardan biri. Endi o'sha yerda siz tanlov oldida bo'lasiz. Kuningizni yaxshi o'tkazishingiz mumkin yoki yomon o'tkazishingiz mumkin. Qaysi bir knopkani bosadigan bo'lsangiz, o'sha kayfiyat bilan siz kun davomida yurasiz. Endi yana bir boshqa vaziyat bor. Uyg'ondingiz, deylik, issiq suv yo'q, balkim cho'milib chiqishingiz uchun yoki sovuq suv yo'qdir, вообще suvning o'zi yo'qdir. O'shanda ham siz o'sha paytning o'zida kayfiyatingizni tanlashni programmasini berib qo'yasiz va kun davomida toki u kayfiyatni o'zgartirmasangiz, u kayfiyat siz bilan hamroh bo'ladi. Shuning uchun shu fokusingizni birinchi bo'lib uyg'onganingizda avval kayfiyat tanlash bilan boshlash kerak. U maska kiyganga o'xshab bitta kayfiyatni kiyib olasiz, shu bilan kun davomida yurasiz. Undan keyingisi bu sizni o'sha okrujeniyingiz, kim bilan muloqot qilasiz, kim bilan munosabatda bo'lasiz, kim bilan suhbatlashasiz, kimdan bilim olasiz va hokazo. Shularni hammasini bir nima deydi, po polочкам qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Undan keyingina siz
boshqa ishlaringiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Endi asosiy hayotda o'sha doi posliga oladigan bo'lsak, 4 qismga bo'lganmiz. Bu birinchisi tana vaqtimiz, uxlash vaqti, sog'lom uyqu sizda bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu sizni o'zi emotsional holatingiz bo'yicha ishlashingiz, tam aqliy rivojlanish, tam ruhiy rivojlanish, tam bilim olish, o'sish va hokazo bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi bu kelajak vaqti. Kelajak vaqtida siz o'sha dunyoviy ishlaringiz, qancha pul topishingiz kerak, qanday maqsadlaringiz bor va hokazo. To'rtinchisi bu munosabatlar. Endi kelajak vaqtiga keladigan bo'lsak, kelajak vaqtida siz haqiqatdan ham nima ish bilan shug'ullanyapsiz? U qilayotgan ishingiz sizga motivatsiya beradimi? Va u ish orqali qanday maqsadlarga erishmoqchisiz? Endi maqsad nima deydigan bo'lsak, maqsad bu sizga kuch beradigan energiya. Sizni harakatga undaydigan energiya. Agar sizni maqsadingiz sizni tam harakatga undamaydigan bo'lsa, demak maqsad yo'q ekan sizda. Shuning uchun o'sha sizga motivatsiya beradigan, sizga kuch beradigan maqsadni topish kerak. Masalan, ko'pchilik o'zini maqsadini ko'chirma maqsadlar oladi. Botam unisini ko'radi, tam tradingda zo'r bo'lib ketgan, o'shanga qarab yuraman deydi. Boshqasini ko'radi, tam sportda zo'r bo'lib ketgan, unga ko'radi. Bittasini ko'radi, blogerlikda zo'r bo'lib ketgan, unda qalbiga quloq solishni unutib qo'yadi. Qalbiga quloq soladigan inson tam "Что меня вдохновляет" degan, tam nimadan ilhom olaman degan savol o'ziga berish kerak. Ana o'sha nimadan ilhom olaman degan savol sizga konkret javoblarni keltirib chiqaradi. Kimgadir o'xshash bu sizni hayotingiz emas. Bu sizni xohishlaringiz emas. Ana endi hozir ko'p men oxirgi vaqtda shu narsaga e'tibor beryapman. Ko'pchilik 90% insonlar ommadan kimnidir ko'rib, tam Instagram, YouTube va hokazodan ko'rib, o'shanga o'xshashni xohlashadi. To есть deylik kimdir Elon Muskni ko'radi, Elon Muskga o'xshagim keladi. Tam kimdir ko'radi qaysidir blogerni, o'sha blogerga o'xshagim. Traderni ko'radi, traderga. Ko'pchilik meni o'zimga shaxsan yozadi, "Umidjon, tam sizga o'xshagim keladi." Menga o'xshash shart emas, qadrli do'stlar, yoki Elon Muskga o'xshash shart emas. Unda bor kачествоlarni olsangiz bo'ladi. Masalan, kачество Elon Muskda qanaqa kачество bor? Приобретение, kashfiyotlar qilish, tam mana shunaqa narsalarni ko'chirib olsangiz bo'ladi o'zingizga. Lekin unga aynan o'xshayman deyish kerak emas. Mendagi bor kачествоlarni olish mumkin. Masalan, menda soch yo'qligi, buni olish mumkin bemalol. Yangi trend yaraladi 25-yilda. Xo'p, yana nima kачествоni olish mumkin? Tam emotsional holatni boshqarish olish mumkin bemalol. Chunki nima uchun deydigan bo'lsak, bu emotsional holat siz uchun faqat generator bo'lib xizmat qiladi. Generator bo'lib har bir xizmat qilgan energiya sizni oldinga undaydi. Пожалуйста, tam keyin yana nimaga fokus qaratishlaringiz kerak bo'ladi kelajak vaqtida? Muvaffaqiyatsizlik, deylik, ish yurishmasligi, bularni hammasi vaqtincha bo'ladigan narsalar. Tam hayot har doim o'sishdan iborat emas. Tam ba'zi holatda o'sadi, ba'zi bir holatda tam tushadi. Tam agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri hayot faqat yo o'likniki bo'lishi kerak, yo hayotidan maqsadi yo'q odamniki bo'lishi kerak. Hayotidan maqsadi yo'q odam tam kuni o'tsin, bugun ishga boradi, ishdan qaytib keladi. Uy ish orasida umri o'tib ketadi va o'layotgan vaqtida u odam o'ziga savol beradigan bo'lsa, dunyoga kelib nima ko'rdim desa, tam faqat afsusdan boshqa hech narsani ko'rmaydi. Shuning uchun bir sar hisob qiladigan bo'lsangiz, bu o'zingizga aniq javoblarni keltiradigan savol bo'ladi. Endi aniq javobni keltiradigan yana bir savolni beradigan bo'lsak, men qayerdaman, qayoqqa ketyapman, kim bilan ketyapman degan savol va nima uchun ketyapman degan savolni beradigan bo'lsa, aniq javoblarni topa oladi. Chunki kim bilan, qayoqqa va nima uchun ketyapman degan savollar bu istochnik. Qiladigan ishimda haqiqatdan ham mantiq bormi, yo kimdir ana o'sha ish yaxshi dedi, o'shanga qarab boryapmanmi? Va meni olib boradigan inson kim o'zi?
tajribasi bormi, u bilan birga borishimga, uni orqasidan borishimga arziydigan ishmi? Shu narsalarga bir fokusingizni qaratadigan bo'lsangiz, sizga aniq javoblar kelib chiqadi. Masalan, shu tradingni oladigan bo'lsak, tradingda 90% insonlar daromadga chiqmaydi. Nima uchun deb so'raydigan bo'lsak, texnический tomonlama ko'p narsani bahona qilishi mumkin. Bilim yo'qligi yoki to'g'ri bilim olmaganligi yoki puli kamligi, yana oladigan bo'lsak, broker moshenik chiqqanligi va hokazolar. Xullas, yangilik chiqqani. Bularning hammasi bu внешний faktor hisoblanadi. Внутренний faktor, men oxirgi vaqtlar konsultatsiyalarimda shu narsani sezyapman. Ko'pchilik tradingdan daromad qilmasligini asosiy sababi bu har bir trader qalbiga quloq solmayotganligi. Qilayotgan ishidan o'zi kayf olmayotganligi. Bu asosiy problemalardan biri. Na samam деле bu tradingga kelganidan asosiy maqsad nima bo'lgan? Faqat pul uchun kelgan bo'lsa, pulni boshqa qalbi xohlagan joydan ham topgan bo'lishi mumkin. Tradingga kimnidir orqasidan yo qaysidir muammoni orqasidan kelgan traderni oladigan bo'lsak, muammolarini ko'paytirganki kamaytirmaydigan. Yana bir narsani oladigan bo'lsak, siz qanaqadir deylik muammoga duchor bo'lgan bo'lsangiz, bu faqat sizni oldingi qilgan qarorlaringizni samarasi. Va bu muammoda hozir qolish yo muammoni yechish bu faqat sizga bog'liq, sizning harakatlaringizga bog'liq. Bo'ldi, boshqa kishiga bog'liq emas. Там ты где сейчас находится, это результат твоих предыдущих действий. Boshqa narsa emas. Если тебя твои результаты не устраивают, то, пожалуйста, измени свою жизнь в лучшую сторону через внутренний голос. Просто задаешь себе вопрос, что я хочу от этой жизни? Hayotdan nima xohlayman? O'zi hayotdan nima xohlayman deyishdan oldin asosiy savol bor. Hayotda o'zi nima? Na samam деле yashayotgan kunim bu meni hayotimmi? Yo, bu meni hayotim emasmi? Mana shu narsani biladigan bo'lsangiz, konkretniy javoblar kelib chiqadi sizga. Chunki ba'zi birlar o'zini hayotini yashamayapti-da, boshqa birovlarning hayotini yashayapti. Ana shu asosiy muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir o'zingizga savol berib ko'ring. Meni o'zi orzuyimdagi hayotim qanaqa? Yana eng qiziq savol bor, qadrli do'stlar. Что для вас реальность? Реальность nima o'zi siz uchun? Realniy жизнь deganda siz nimani nazarda tutasiz? Qanday bo'ladi u hayot, реальная жизнь? На самом деле, вы живете ли в той жизни, которую вы на самом деле мечтали? Mana shu narsani javobini bilmaydigan inson har doim krisiy bekda yuradi. Yana bir narsa, как раз hali emotsional holat bo'yicha mavzularimizdan biri, самый опасный трейдер это уставший трейдер. Eng opasniy trader haqiqatdan ham charchagan trader bo'ladi. Chunki psixologik, emotsional holatda подавленный trader nima qilishidan qat'iy nazar, qanaqa strategiya o'rganishidan qat'iy nazar har doim minusda yuradi. Emotsional holati past bo'lgan inson не только tradingda, hayotda ham har doim muammolardan chiqmaydi. Bundan chiqish uchun faqat emotsional holatni yuqori qilish kerak. Bo'ldi, вообще без проблем, ребят. Xo'p, путь к успеху это бороться с постоянным стрессом. Stress nima? Stress bilinchi olish kerak. Stress bilan depressiya bu boshqa narsalar. Stress bu kutilmagan holat. Bu stress deyiladi. Depressiya bu kutilmagan holatlarni yomon tomonlama yashab o'tib va o'tmishni ustiga qo'ndirib u bilan davom etish. Mana bu depressiya. Stress deylik, u stress ham energiya bo'lib xizmat qiladi. Masalan, deylik, ortingizdan it qo'yapti, bu ham stress. Katta stress bu. Oyog'ingizni sindirib oldingiz, bu ham stress. Qo'lingizni qayoqqadir qayirdingiz, bu ham bitta stress. Lekin siz o'tiribsiz,
qo'lingizni deylik o'ngdan chapga etish uchun balkim sizga 1 sekund kerakdir, balkim 5 sekund kerakdir. Lekin siz qo'rqadigan o'sha yerda chayon bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir ara bo'ladigan bo'lsa ham siz qo'lingizni yashin tezligida olib o'tasiz. Shuning uchun stressni energiya sifatida qabul qilish kerak. Yomon xabar keldi deylik, chiqdi FRS direktori prosta nimadir dedi, kurs valyuta tushib ketdi. Bozor uchun bu stress. Depressiya nima deyilsa, mana shularni hammasini, muammolarni hammasini olib, o'tmish bilan birga uni yelkaga olib davomiy yurish bu depressiya. Stressdan chiqish mumkinmi? Stressni kuchga aylantirish mumkin. Boya aytganimdek, ortingizdan chiqdi kattakon it, sizni orqangizdan chopyapti. Tagda nima bu? Bu energiya, qochishingiz uchun kuch. Oyog'ingiz sindi, bu ham stress. Bu nima uchun? Bu dam olishingiz uchun kuch. Всё, boshqa narsa emas. Depressiya bo'ladigan bo'lsa, bu уже problema. Voy, oyog'im sindi, nima uchun meni oyog'im sindi? Boshqani oyog'i sinishi mumkin edi-ku. Nima uchun aynan meni oyog'im sindi? Ya neudachnik, faqat men bilan shunaqa falokatlar ro'y beradi va hokazo. Bularni ko'paytirish hammasi bu depressiya. Mana shuni farqiga borgan trader har doim emotsional holati yuqori yuradi. Chunki siz qanchalik o'sha stresslarni naborot negativ tomonga aylantirib yashab o'tishingiz siz uchun bu depressiyani keltirib chiqaradi. Depressiyadan ham chiqish mumkinmi? Mumkin, muammo emas. Uni faqat etaplarini bilish kerak. Qanday etaplari bor deyilsa, depressiya bu уровень смерти. Smert, o'lim holati. Hech nima qilgingiz kelmaydi, hayotdan maqsadingiz yo'q, nima ish qiladigan bo'lsangiz orqaga ketyapti va hokazo. Undan keyin strah, samleniya turadi. Ikkilanasiz. Har doim nima ish qiladigan bo'lsangiz ham sizda ikkilanish bor. Bu ham o'xshamasachi, oxirgi pulim edi va hokazo. Undan keyin qo'rquv turadi. Qo'rquv, strah. Strahdan oldin sizda turadigan narsa bu samleniya, ikkilanish va aynan o'sha smert, samleniya, strah, hammasi emotsional holat bo'yicha niже norma turadi. Normaga kelish bu mana shu etaplardan birma-bir yuqoriga qarab chiqish. Eng katta insonni depressiyada ushlab turadigan bu bizani aqlimiz, razum deymiz. Aqlimiz bizani har doim qo'rquvlarda ushlab turadi. Bu qo'rquv bizani harakatdan to'xtaydigan energiya hisoblanadi, to'xtatadigan. Agar bu energiyani siz to'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, deylik muammoingiz bor. Qarzingiz bor deylik, 100 ming, 200 ming dollar qarzingiz bor va siz undan chiqishni bilmayapsiz. Uni qanday qilib energiyaga aylantirish kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi siz biladigan javob bu bo'ldi. Bu pulni topib berishim kerak. Всё. Mana bu asosiysi. Если вам говорят, что у вас есть долги, u qilish kerak, bu qilish kerak, yo'q, avval qaror qabul qilish kerak, niyatni to'g'ri qilish kerak. Beraman u pulni, всё. Mana bu biz uchun konkretni уже birinchi energiyani manbaisi hisoblanadi. Chunki qayerdan beray deb divanda o'tirish bu depressiya. Lekin точно beraman deyish уже bu harakat uchun qaror. Siz o'rningizdan turdingiz, harakatni boshladingiz. Ana endi siz harakatingiz davomida nimalar bo'ladi? Harakatingiz davomida birinchi siz qaror qabul qildingiz, qarzim bor, qarzim beraman dedingiz. Birinchi o'rinda sizda energiya paydo bo'ladi va xursand bo'lasiz. То есть да, оказывается, здесь есть возможность. То есть каждая проблема будет нам служить как возможность. 100 ming dollar qarzingiz bo'ladigan bo'lsa, siz qandaydir hayotingizda 100 ming dollar ushlamagansiz, lekin qarzlaringiz kichkinadan ko'payib 100 ming dollargacha yetdi. Okey. Ana endi sizda konkretni motivatsiya va energiya bor. 500 ming dollar ishlayman, yo'l-yo'lakay 100 ming dollar qarzim berib ketaman. Faqat 100 ming dollar ishlashim kerak, qarzimni berishim kerak bo'ladigan bo'lsa, o'xshamaydi, qadrli do'stlar. Nima uchun? Chunki sizning asosiy fokusingiz qarzga qaratilgan.
nimaga ko'p e'tiborni yuboradigan bo'lsangiz, o'sha ko'payishida davom etadi. Siz har kuni qarzingizni o'ylaganingiz bilan 100 ming dollar qarzim bor, uni berishim kerak deb o'ylaganingiz bilan u kamaymaydi. Nabarot, 500 ming dollar, 1 million dollar ishlashni, yo'llarini o'rganishni boshlaganingizda, ishlaganingizda emas, hali yo'llarini o'rganishni boshlaganingizda sizda уже energiya paydo bo'ladi. Оказывается, 100 тысяч долларов не так большие деньги. Там uni сразу там 1-2 deganda berishim mumkin. Потому что вот ko'pchilik tam muammolarini orqasidan tam depressiyada shu bilan harakatdan to'xtab yuradi. Masalan, shu Razbor Trader'da yozilgan bir o'quvchimiz bor. Adhambek 150 ming почти dollar qarz bilan kelgan, Razbor Должников loyihamizga yozilgan, qarzdor Razbor loyihamizga yozilgan o'quvchimiz bor. Razborga kelgunicha miya faqat muammoni o'ylab yurgan. Razborga yozilgandan keyin oddiy texnikalar orqasidan tam adashmasam 2 oyga qarzi 40 ming dollarga kamaydi. 1000 dollar depoziti bo'lib, tam 250%, 2,5 ming dollar bu depozitga nisbatan ishlashni boshladi. Ya'ni endi mana shu yerda bo'ladigan bitta muammo bor. Va bu muammo sizni yo foydangizga ishlashi mumkin, yo zararingizga ishlashi mumkin. Ana endi nima muammo desa, sizni katta daromad qilib qo'yganingiz ham bu muammo. Chunki siz bu katta daromadingizni, deylik, 1000 dollar puli bor edi, 2,5 ming ustiga ishladi va uni chiqardi, qarzlariga berdi. Bu bitta muammo. Chunki siz emotsional holatga nisbatan kattaroq summa ishlab qo'ydingiz. Bu siz uchun yo zararga ishlashi mumkin, yo foydaga ishlashi mumkin. Nima uchun zararga ishlashi mumkin deyilsa, sizda na уровне norma emotsional holatingiz zo'r, sizda o'xshayapti hamma narsa va mozg, miya, insonning miyasi bu holatni har doim shunaqa davom etadi deb qabul qiladi. Masalan, 1000 dollarim bor edi, 2,5 ming ustiga ishladim, super, chiqardim, berdim. Endi bu 1000 dollardan yana 2,5 ming ishlayman, 3,5 bo'ladi. 3,5 mingdan 6 ming ishlayman, 6 mingdan 10 ming ishlayman. O'sha xom xayolga qarab boradi miya. Mana shu bo'lmasligi uchun aynan texnika bor, bu ham texnika. Siz qandaydir emotsional holatga nisbatan, depozitga nisbatan siz 250% daromad qildingizmi, demak, pauza olish kerak. Chunki hamma joyda tabiiy o'sish degan narsa bor. Tabiiy o'sish bo'lmaydigan joyda, значит, oxiri падение. Deylik, tam oddiy shu tabiat qonunlarini oladigan bo'lsak, qish kunlari bilamiz, tomdan chakka oqayotgan paytda sasulka bo'ladi. O'sha sasulka ham tez o'sadi. Nimaga nisbatan tez o'sadi? O'zi tomchiga nisbatan tez o'sadi va havoni o'zgarganini oqibatida u yiqilib parchalanib ketadi. Aynan emotsional holatda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Euforiya insonda ko'payib ketadi. O'sha euforiya davomiyligi uzun bo'lmaganligi uchun, emotsional holatga nisbatan qarama-qarshi bo'lganligi uchun qaysidir nебольшой изменение u emotsional holatni qaytarib tushirib qo'yadi. O'ylaymanki, bu keltirayotgan misollarim полезный bo'lyapti. Xo'p, bu yerda juda ham ko'p mavzu olganman. Emotsional holatni yana ko'tarish uchun yana bir nechta tavsiyalarni berib o'taman, qadrli do'stlar. Xo'p, emotsional holatni ko'tarish uchun birinchi o'rinda ibodatni kuchaytirish kerak. Ikkinchisi, oila bilan munosabatni kuchaytirish kerak. Ortiqcha sizni energiyangizni o'g'irlaydigan negativ yangilik, kanal, tam falon qismadan shunaqa energiyangizni o'g'irlaydigan narsalardan voz kechish kerak. Sport bilan shug'ullanish kerak. Sport bilan ham qaysi turlari bilan? Только легкий atletika bilan shug'ullanish kerak. Tam borib zalga, tam og'ir atletika bilan shug'ullanib, tam emotsional holat o'zi niже norma bo'lganini tam battar sindirib qo'yish shart emas. Chunki emotsional holati niже odam borib bodybuilding bilan shug'ullanishi mumkin emas. Chunki emotsional holati pastda bo'lgan inson har doim problema bilan bo'ladi, problemalarni o'ylaydi. O'sha aynan problemalarni o'ylab tortish kuchli bo'lganligi uchun tam Xudo ko'rsatmasin, ustiga tam shtanga yo tam qandaydir gantelli yiqitib qo'yib, yana o'sha travma olish ehtimoli
kuchli bo'ladi. Shuning uchun faqat lehkiy atletika nimadan boshlanadi? Tam oddiygina yurishdan boshlanadi. 5-6 kilometr yuradigan bo'lsangiz ham bu sizni emotsional holatingizni yuqori darajaga ko'taradi. Keyin kontrastniy dush, ertalab bilan kontrastniy dush bu eng zo'r narsa. Keyin sizni miya faoliyatingizni o'ylashga majbur qiladigan kitoblar, vdохновляющий kitoblar o'qishingizni tavsiya beraman. Ustoz обязательном порядке qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar 10 minut bo'ladimi, 15 minut bo'ladimi, 1 soat bo'ladimi, o'zingizga ustoz topib va u ustozdan o'sha suhbatini olishingiz kerak bo'ladi. Chunki har bir emotsional holati past bo'lgan inson kuchni kimdan oladi? O'zidan yuqorida turgan insonlardan oladi. Ustozingiz sizni по-любому u etaplardan o'tganligi uchun sizga to'g'ri ko'rsatma bera oladi. Hatto ozgina suhbatingizni o'zi ham ustozingiz bilan sizni emotsional holatingizni oshiradi. Xo'p. Endi qolgani u hayot masalalari bemalol tog' обязательном порядке. Tabiat bilan birga bo'lish bu emotsional holatni ko'taradi. Tog' bo'lsin, daryo bo'lsin, ko'l bo'lsin, bez разницы. Tabiat bilan bog' bo'lsin, tabiat bilan birga bo'lish, hech bo'lmaganda haftada bir marta yoki har kuni iloji bo'ladigan bo'lsa, har kuni. Xo'p, va siz yaxshi ko'radigan hobbilar bilan kimdir deylik oddiy kompyuterniy igri o'ynashi mumkin. Bu kompyuterni igrini ham foydasi bor. Miya hech bo'lmaganda o'sha jarayonda muammolarni unutadi. Ba'zi birlar o'zini ichkilikka beradi, ba'zi birlar kompyuter o'yinlariga berishi ham mumkin, ba'zi birlar o'zini ayollarga berishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga kerakli hobbi, sizni o'zingizga kerak bo'ladigan hobbingizni olib, o'sha hobbingiz bilan shug'ullansangiz emotsional holatingiz yaxshi bo'ladi. Agar sizda hobbi bo'lmaydigan bo'lsa, prosta hayotingiz davomida bolaligingizdan sizga nima zavq bergan o'shani oladigan bo'lsangiz, rasm chizish bo'lishi mumkin, musiqa asboblarida o'ynash bo'lishi mumkin, yana nimadir bo'lishi mumkin. Uni siz bemalol topib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Keyin bitta tablitsa qilishingiz kerak bo'ladi. Tablitsa 2 qismdan iborat. Nima meni energiyamni o'g'irlaydi, nima menga energiya beradi. Ikkalasini tablitsa qilib, o'sha energiyamni o'g'irlaydi. Masalan, kim nima o'g'irlashi mumkin? Ortiqcha deylik, negativniy общение sizni energiyangizni o'g'irlab qo'yishi mumkin. Deylik, ortiqcha majburiyatlar. Deylik, siz oilada hamma ishni bo'yningizga olgansiz, axlat tashashni ham, bolalarni bog'chaga etishni ham, deylik uy ro'zg'or ishlarini ham, bozorini ham va hokazo hammasini siz erkak bo'ling, ayol bo'ling, siz bo'yningizga olgansiz, o'shalarni qaysidiridir sizni energiyangizni o'g'irlaydi. Taqdir nima qilish kerak? Bugun o'ladigan bo'lsam, bu ishlarni kim qiladi degan savolni berasiz. Va o'sha insonlarga delegировать qilib chiqasiz. Nima uchun deyilsa, chunki sizda energiya bo'ladigan bo'lsa, oilangizda energiya bo'ladi. Sizda energiya bo'lmaydigan bo'lsa, na oilangizda, na boshqalarda energiya bo'ladi. Shuning uchun siz energiyangizni o'g'irlaydigan har bir punktni yozib chiqasiz va ular sekin-asta olib tashlaysiz. Endi yana bir savol bo'lishi, mana energiyamni o'g'irlaydigan narsa, oilamni ham energiyasini o'g'irlaydigan bo'lsa-chi, unda nima qilamiz desa, aynan o'sha punktni hayotlaringizdan chiqarib tashlaysiz. Uni imkoni bor. To есть sizga nima ko'proq energiya beradi, fokusingizni o'sha narsaga qaratasiz. Undan keyin bemalol любой xohlagan rezultatingizga erisha olasiz. Endi xohlagan rezultatingiz har doim sizni o'sha aytganimizdek vdохновлять qilishi kerak. Vdохновлять degan ilhom berishi kerak. Hayot на самом деле все очень просто, ребята. Hayot unaqa qiyin narsa emas. Hayot faqat to'g'ri tanlovlar orqasida muvaffaqiyatga erishish yoki to'g'ri tanlovga yaqin tanlovlarni tanlab turib muvaffaqiyatga erishish. Muvaffaqiyat nima deyilsa, qayerda o'zimni xotirjam his qilaman, bu muvaffaqiyat. Qayerda o'zimni xotirjam his qilmayman, har doim движениеda bo'lishim kerak, tagda u muvaffaqiyat emas. Ba'zi bir insonlar million ishlab turadi-yu, lekin har doim harakatda, unisiga chopish kerak, bunisiga chopish kerak, million tуда million ishlada, no million не хватает. Shuning uchun unaqa
holatdan sekin asta chiqishni boshlash kerak. Все, что вас вдохновляет, вас акинат beradi, вот надо держаться в этом. Как можно ожидать результат, если ты не изменил старые действия? Natijani siz oldingi harakatlaringizni o'zgartirmay turib kutishingiz mumkin emas. Masalan, yaqinda o'sha reality shouga bog'liq bir kontent olgandim. Aynan o'sha reality shoudagilar bu narsani bemalol hayotlariga qo'llashlari mumkin bo'ladi. O'zingizga sitata qilib yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Katta qilib tam telefoningiz ekranigami deylik, tam siz 90% ko'radigan joyga katta qilib yozib qo'ying. Qanday qilib san harakatingni o'zgartirmasdan, oldingi harakatlaringni o'zgartirmasdan muvaffaqiyatga erishmoqchisan? Как можно ожидать результат, если ты не изменил старые действия? Eski harakatlar bilan yaxshi natijaga erishish mumkin emas. Yana ko'pchilik pul orqasidan yuguradi. Harakatini 90%ni pulga qaratib qo'ygan. Qadrli do'stlar, pulga fokuslaringizni qo'ymanglar. Что такое деньги? Деньги – это обратный, побочный эффект, то, что мы отдаем миру. То есть dunyoga nima beryapmiz, o'shanning orqasidan qaytib kelayotgan qiymat bu pul. Agar siz ko'p pulingiz bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, taqda ko'proq berishni o'rganing. O'shandagina sizni pulingiz ko'payadi. Ana endi beradigan narsangiz qiymatga ega bo'lishi kerak. То есть что-то ценность должен быть иметь. Вот u aks holda ko'p pulingiz bo'lmaydi. Oylik bu sizni prosta qilib biladigan ishingiz uchun beriladi. Shu narsani unutmang. Xo'p, mana shuncha ko'p narsa olgan ekanim. Mayli, bitta mavzularni o'qib o'taman. Создание системы начинается отказаться принимать решения от ума. Hayotingizni o'sha rejaga tushiradigan bo'lsangiz, sistema bo'yicha yashashni boshlaydigan bo'lsangiz, taqda o'sha aqlingizdan keladigan qarorlardan voz kechish orqali bo'ladi. Xo'p, построение системы начинается от письменных написаний процессов. Shu narsani unutmang. То есть sistema yaratmoqchi bo'lsangiz, taqda u yozish orqali bo'ladi. Masalan, oldingi Maqsud akam bo'ladigan bo'lsa, mana shu mavzularni hammasi yozilgan bo'lardi. Shundan keyin kontentlarimiz kачественно chiqishi boshladi. Agar hozirgiga o'xshab at uma ketadigan bo'lsa, masalan, sifat salgina oqsab qoladi. Chunki u yerda o'sha ketma-ketlik degan narsa bo'lmaydi. O'sha hayotingizni sistemalashtirish uchun ham uni yozib chiqishingiz kerak. Xo'p, от чего зависит доход трейдера? Mana shu narsaga ko'p savol bering o'zingizga. Nimadan bog'liq treyderning dohodi? Eng asosiy savollardan biri. Kommentariyada как раз shu savolga o'zingizni javoblaringizni yozib qo'ying. От чего зависит доход трейдера? Men keyingi kontentlarda inshaalloh bu mavzuni juda ham расширенный formatda olishga harakat qilaman. Treyderni dohodi depozitidan, uni psixologiyasidan, xo'p, uni targoviy strategiyasidan, bozorni harakatidan va hokazo bulardan bog'liq deydigan bo'lsangiz haqsiz. Bulardan tashqari bo'ladigan holatlar bor. Aynan bu mavzuga tegishli bo'lmagan treyderni dohodi bog'liq bo'lgan holatlar bor. O'sha narsani kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi anonslarimizda, keyingi uchrashuvlarimizda buni to'liq shaklda men yoritib o'taman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Yaxshilikda ko'rishguncha siz bilan Umidjon Razakov va Razum Treyderlar maktabi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Maqsud akam yana o'sha har doimgidek Yorvoration savollardan tayyorlab kelgan. Qadr ortida Maqsud aka. Boshlang Maqsud aka.